Do'stlar, Furqat tumanida yangilik. Narimon akamiz tomonidan polistrol blok ishlab chiqarish yo'lga qo'yilibdi. Ushbu bloklarimiz gazoblok bilan bemalol raqobatlasha oladi deyishyapti. Hozir bor ma'lumotni akamizning o'zidan eshitamiz. Narimon aka, assalomu alaykum. Eshitishimiz bo'yicha ushbu ishlab chiqarayotgan bloklarimiz tumandoshlarimizga yangilik ekan. Aytganingizdek, haqiqatan bu yangilik. Bizga endi kirib kelyapti. Boshqa viloyatlarimizda bor, endi Furqat tumaniga va yonimizga endi kirib keldi bu narsa. Buni tarkibi nimadan iborat? Asosan biz o'sha sizlar misol televizor, kir mashina, xolodilnik sotib olsanglar poka bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsanglar, o'sha pokni maydalab bunga ishlatamiz. Ikki xil ximikatimiz bo'ladi buni ishlatgani. Shu, endi gazoblok bilan solishtiradigan bo'lsangiz, o'sha aytganingizdek raqobatlashadi. Gazoblok ham buni prinsipi shunaqa. Faqat biznikini farqi shundaki, pokdan qilingan. Gazoblok sement bilan alyumin pudra ishlatib ichida ishganda havo hosil bo'lsa, bizniki pokda shu narsani hosil qiladi. Ko'rgan bo'lsalaring kerak, boshqa videolarda ham, masalan, Instagramda, YouTubelarda chiqyapti. Bu suvda cho'kmaydi, namlik olmaydi o'ziga, sho'rlamaydi umuman va uzoq muddatga sizga ishlaydi. Shunday ursangiz ham, bu hali ustidan adelka qilmasangiz ham turaveradi bu narsa. Miqam ushaveradi, agar qiziqqanlar bo'lsa, miqam ushaydi. Klassi bir xil pashti gazoblok bilan. Prosta bu mo'rt ba'zi gazoblokka nisbatan va suv olmaydi shunisi va uzoq muddatga ishlaydi. Farq shunda. Demak, aka, aytganingizdek, bu shunda gazoblokdan ancha sifatli blok hisoblanadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu bloklarimizda necha xil razmeri bor? Hop, bugungi kunda biz 3 xil blok, 3 xil razmerda blok chiqaramiz. Bu o'rtachasi 25 sm ga, 30 sm ga, 60 sm ligi. Keyin перегородочный deydi, buni yarmi keladi. 12 sm ga, 30 sm ga, 60 sm ligi bor. Keyin 40 devor uraman deganlarga ham balandligi 40, eni 20, bunaqasi 30 bor, razmerda ursa bo'laveradi. O'zi eng hadovoy mana shu 25 sm da urganingizni issiqlik saqlashi 1 metr pishgan g'ish urishingiz bilan teng. Keyin pishgan g'ishingizni mana shu holatiga, pishgan g'ishingiz 26 tasi shunga to'g'ri keladi. Misol endi o'zingiz solishtirib ko'rishingiz mumkin, usta haqqi boshqa bilan pishgan g'ishidan даже arzon tushayotgan hisob kitob ko'rdim. Hozirgi g'ishimizda og'irligi 27 kilo. Biz buni zakazga qarab og'ir yengil qilib beraveramiz. Domga, uyga, bir etaj, ikki etaj quradigan bo'lsa, buni donasi 15 kilodan 30 kilogacha qilib beraveramiz. O'sha ichidagi qo'shimchalarini ko'paytirib, kamaytirib. O'zgarish bo'laveradi. Demak, akalar, qiziqqanlar bo'lsa, akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ushbu videoni yaqinda qurilish qilaman degan yaqinlarga ulashib qo'yasizlar. Kelishilgan narxlarda optim narxlarda yetkazib beramiz.